mana bu videoni bir ko'ringlar-da. Rossiyada xorijlik bloger bo'lish endi shunchaki kamerani yoqib, rolik suratga olish va ko'plab kuzatuvchilarni to'plashdan iborat emas. Bu Moskva metrosida yo'lovchilarni, jumladan qizlarni ataylab bezovta qilib, ziddiyatli vaziyatlar yuzaga keltirgan. Bilaman, ko'pchilikka ma'lum ushbu videoni ko'rib bo'lgansizlar. Bu video bilan men nima demoqchiman? Jaschan, birinchi o'rinda men senga hech qanaqa husumatim yo'q. Ushbu video orqali hech qanaqa hype ishlash niyatim ham yo'q. Undan tashqari, seni bu yerda qilib o'tgan ishlaring, ya'ni Moskva shahrida qilib ketgan ishlaring va hozirgacha qilayotgan ishlaring bizni xalqimizni, ya'ni millatimizni obro'sini to'kmoqda. Misol tariqasida kuni kecha men Moskva shahriga kelishimda avia xavfsizlik xodimlari shaxsan o'zimni tanib qolib to'xtatishib, 1 soatdan ko'p vaqtimni olishdi. Sen ham Jaschanga o'xshab turli xil millatimizni obro'sini yerga to'kadigan kontentlar ishlab, xalqimizni sharmanda qilmagin degan gap so'zlar bo'ldi. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? 5 ta barmoq bir xil emas. Har xil blogerlar bor. Bu yerda ne to'lka blogerlar haqida, xalqimiz haqida gap ketyapti. Qisqa qilib maqsadga o'taman. Xalqimiz, sizlar kimni qo'llab-quvvatlayapsizlar? Bu haqida bir o'ylab ko'ring. Undan tashqari, hamma blogerni bir xil deb o'ylamang. Ushbu videoni kerakli odamlarga yuborib qo'yasizlar degan umiddaman.